endi farm sanoat oyoqqa turayapti. Bu soha bizga havoda kerak. Odamlarimiz dori-darmonning narxidan va sifatdan norozi. Biz birgalikda yo'limizni topmasak, natija bo'lmaydi. Meni armonlarim edi. Farmatsevtika klasteri qilish. İnson qadri uchun degan ezgu tamoyil asosida tinimsiz izlanib, harakat qilib, ko'p hamkor, mablag' va investitsiya olib kelyapmiz. Dadil oldinga qarab borish uchun yo'l ochib beryapmiz. Zamonaviy tibbiyotni farmatsevtikasi tasavvur qilib bo'lmaydi. Kerak bo'lsa shunday vaqtlar keladi, sizlar borib, bunga olgan bilimlaringni boshqa davlatlarga eksport qilasizlar deb ishonaman. Bilinglar, sizlar katta sohani egasizlar va xalqimiz sizlardan katta ishlarni kutyapti. Birgalikda shuni albatta amalga oshiramiz.